Har bir kasbning o'ziga yarasha mas'uliyati, sharafi bo'lgani kabi fidoyi qahramonlari ham bor. Bugun biz ana shunday jonkuyar xodim Azimjon Shodiyevning xizmat jarayonlari bilan tanishishni joiz topdik. Ayni paytda Karmana tumani Varq mahallasida profilaktika inspektori lavozimida xizmat olib borayotgan qahramonimiz haqida mahalla ahlining fikri qanday ekanligiga qiziqdik. Shodiyev taniymiz, yaxshi inson. Tashkilotchilik qobiliyatiga ega, begor bo'lgan paytlariga o'sha ko'p qachon kirsam shu bir kitob bilan mashhur bir kitob o'qitirganini ko'rib qolaman-da. Shu kechqurun mahalla oldida istiqomat qilamiz, o'tamiz, qaytamiz, chiroq yonib turadi. Demak, 10 mi, 11 mi, 12 bo'lsa ham chiroq yonib turadi. Demak, ikkinchi inspektorimizga shu like bossak arziydi-da. Qolish kerak. Jonkuyar, fidoyi, haqiqiy vatan posboni deydi, mahalla posbonida, haqiqiy mahalla posboni desak bo'ladi. Yaxshimisizlar? Men tanidinglarmi? Ha. Kimman men? Izzatani dadasi. Men Shodiyev Azimjon Shuhrat o'g'li, Navoiy viloyati Xatrush tumanida tug'ilganman. Navoiy davlat pedagogika institutining tarix fakulteti milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishini bakalavriat bosqichini tugatdim va o'zimni dastlabki faoliyatimni pedagogik faoliyatdan boshlaganman. Har bir insonni bolalikdagi orzusi bo'lganda, men ham yoshligimdan o'sha ichki ishlar organlariga, ichki ishlar xodimi bo'lishga qiziqardim. Ichki ishlar vazirligi akademiyasining kasbiy tayyorgarlik fakultetiga o'qishga kirdim va ushbu o'qishni tugatgandan so'ng 2020-yildan boshlab Navoiy viloyati Karmana tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika inspektori lavozimiga ishga qabul qilindim. Ayni paytda Karmana tumani Varq mahallasida profilaktika inspektori lavozimida xizmat qilib kelmoqdaman. Hozirgi kunda biz o'sha tuman rahbariyati tomonidan ertalabki yo'riqnomani, o'sha topshiriqlarni olamiz va rahbariyat tomonidan o'sha berilgan topshiriqlar asosida o'zimizda mana kundalik ish daftarimiz bor. Mana shu kundalik ish daftarimizga har bitta topshiriqni yozib borib, tun yarmida ularni o'sha ijrosi bo'yicha tegishli ma'lumotlarni tuman EB rahbariyatiga ma'lumot qilib yetkazamiz. Shundan so'ng esa mahalla yettilik bilan o'zimizni alohida maylimi bir daqiqa kamerani o'chirib tursak. Yaxshi, borib o'rganamiz. Huzurda fuqarolar mana ertalabdan bizga mana shunday murojaatlar kelib tushadi. Chunki baribir xalq bilan birga ishlaganingizdan keyin uning muammolari, uning tashvishlari bilan birga yashaysiz. Mahallamiz hozirgi kunda jinoyatchilik salmog'i bo'yicha yashil toifaga, ya'ni jinoyat sodir qilinmagan mahallalar toifasiga kiradi. Mahallamiz 2021-yildan 2023-yilgacha qizil toifa, ya'ni jinoyatchilik salmog'i oshgan mahallalar toifasiga kirgan. Shundan so'ng mahalla yettiligi jamoatchilik bilan birgalikda ushbu jinoyatchilikni oldini olish, mana shu mahallamizdan jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha o'z oldimizga kerakli chora-tadbirlarni belgilab oldik. Mahallamizda bitta maktab va ikkita maktabgacha ta'lim muassasasi bor. Biz kunlik faoliyatimizni mana shu birinchi navbatda hududimizda joylashgan o'sha 31-sonli maktabda mahalla yettiligi, qolaversa Milliy gvardiya xodimlari bilan birgalikda shu o'quvchilarning davomati, maktabdagi tartib intizomi, qolaversa shu voyaga yetmaganlar bo'yicha jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish bo'yicha o'zimizning targ'ibot ishlarini muntazam ravishda amalga oshirib boramiz. Bundan tashqari mahallamizda joylashgan Zulfiya xonim nomli maktabgacha ta'lim muassasasiga doimiy ravishda mahalla faollari bilan borib, u yerdagi farzandlarimizga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishib, yoshlarimizni shu vatanga, ona vatanga bo'lgan muhabbatini uyg'otish bo'yicha o'zimizni qo'limizdan kelgancha ishlarimizni amalga oshirib, u yerda ham o'sha bog'cha ma'muriyati xodimlari tomonidan o'sha jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, xususan hozirgi kunda keng tarqalgan o'sha kiber jinoyatchilik bo'yicha o'zimizni targ'ibot ishlarimizni muntazam ravishda olib boramiz. Mahallamizda o'sha migratsiyaga ketgan, ishlash maqsadida ketgan fuqarolarimiz bilan onlayn ravishda suhbatlarni yo'lga qo'yganmiz va bu o'sha o'zimizning mana bu planshetimiz orqali doimiy ravishda ularni kuzatib boramiz. Qayerda, nima ish bilan shug'ullanyapti, muammolari qanday, o'sha chet el davlatlarida o'sha jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etmasligi yoki bo'lmasam jinoyatdan yoki huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanib qolmasligi uchun o'sha viktimologik profilaktik ishlarni ham doimiy ravishda yo'lga qo'yib kelamiz. Mahalla yettiligi bilan birgalikda yuzaga keladigan muammolarimizni o'rtoqlashamiz va har bittasiga o'sha muammoni yechimini izlashga harakat qilamiz. Hozir bugun ham o'sha mahalla raisi, mahalla yettiligi bilan birgalikda kun davomida qilinadigan ishlar bo'yicha alohida o'zimizda bir yig'ilishimiz bor. Hozir suhbatimizni o'sha rais xonasida davom ettirsak.
Darhaqiqat mahallaning 7 vakili bir bo'lib, 7 yo'nalishda ehtiyojmandlarga madad, yoshlarga yo'lboshchi, nuroniylarga suyanch bo'lmoqda. Mazkur 7lik sabab mahalla ayni paytda yashil, ya'ni jinoyatdan xoli hududlardan biri. Kundalik ish davomida har kuni ertalab ishga otlanganimda birinchi qiladigan ishim mahallamizdagi Nurmuhammad Hoji bobomiz bor. Ko'pni ko'rgan bir mahallada obro'ga ega bo'lgan yaxshi insonimiz. Mana shu kishining xonadonlariga kirib, u kishidan shu mahalladagi vaziyat to'g'risida, qo'ni qo'shnilar, mahallaga begona shaxslar kelyaptimi, yo bo'lmasam qanaqangi muammosi bor fuqarolarni, shu bo'yicha ma'lumot olamanda, u kishining duolarini olib, keyin yana xizmatimni davom ettiraman. Ko'pni ko'rgan nuroniylar nasihatlari va tavsiyalari bilan mahallada ko'plab oilalar muammolari hal etilib, osoyishtaligi ta'minlanmoqda. Shu boisdan Azimjon Shodiyev ular bilan doim hamkorlikda ish olib boradi. Mahallamizda yana bir oilamiz bor edi, shu yosh xotinlarimiz o'zaro kelisha olmay qolgan. Shunga bir oldingizga kelib sizdan bir maslahat qilib, shularni yarashtirish masalasi bo'yicha bir oldingizga keldim. Kundalik xizmat davomida mana shu ma'muriy hududimizni aylanib chiqaman. Hududda aylanib yurish davomida huquqbuzarlik yoki jinoiy holatlar bo'lsa, ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiramiz. Mana misol uchun bitta huquqbuzarlik holati. Atmosferaga zaharli gazlarni chiqarish bo'yicha mana chiqindilarni yo'qyapti. Bu bo'yicha javobgarlik masalasi bor. Hozir sizlarning ishtiroklaringizda ushbu holatni bartaraf etamiz. Shokir aka, nima bu olovlar yo'qyapsiz bu yerga? Iflosli gazlarni chiqaryapsiz. Bu bo'yicha javobgarlik bor. Hozir bartaraf qiling tezda. Bilib-bilmay huquqbuzarlik sodir etgan fuqarolarga huquqiy yo'l-yo'riq ko'rsatgani, xatolarni tuzatishga ko'maklashgani uchun ham Azimjon Shodiyev mahalla ahlining hurmat e'tiborida. Mahallada asosan jinoyatchilik va huquqbuzarlik shu fuqarolarimizni bandligi ta'minlanmaganligidan, o'zini muayyan bir ishga ega bo'lmaganligidan kelib chiqadi. Yana aytib bir naql bor-ku, yoshlarimizni bo'sh vaqti, dushmanlarimiz ish vaqti deganday. Hozir Asilbekni bir ko'rib o'taylik. Bandligi ta'minlanmi? Mebel sexga ishga joylashtirgandik, hokim yordamchisi bilan birgalikda hozir ish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Qanday o'rganib oldingmi? Ha, asosda o'rgandim. Mana bo'lar ekan-ku, qo'limdan kelmaydi deysan, tuppa-tuzuk mana usta bo'libsan. Mehnat izzat, kasb sharaf deganlaridek, qahramonimiz mahalladagi ishsiz fuqarolarga, ayniqsa yoshlarga alohida e'tibor qaratib, ularning bandligini ta'minlashda ko'maklashadi. Fidoyi profilaktika inspektori uchun tun ham xuddi kundek. Bugun ham u mahalla hududining aholiga hujum joylarida jinoyat va huquqbuzarlik sodir etilmasligi uchun nazorat olib bormoqda. Spirtli ichimlik iste'mol qilib, jamoat tartibini buzadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarim bor. Tungi vaqtda savdo nuqtalarida begona shaxslar, transport vositalari keladigan bo'lsa, darhol xabar berishni so'raymiz. Bu bilan shu mana shu o'zingizning mulkingizga o'sha o'g'irlik jinoyati yoki boshqa bir huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha bizga ancha yordam bergan bo'lasiz. Qahramonimiz jamoat tartibini saqlashga mas'ul xodimlar hamda mahalla faollari bilan birgalikda kechki vaqtda voy ketmaganlarni maqsadsiz yurmasligi uchun nazorat tadbirlarini tashkil etadi. Yoshingiz nechida? 17da. 17da? Maktabda o'qiysizmi? Nechinchi sinf? 10-sinf. Biladimi yuzdagilar bu yerga kompyuter o'ynayotganingizni? Tungi vaqtlarda nazoratsiz yurish mumkin emasligini bilmaysizmi? Karman tuman ichki ishlar bo'limidan kapitan Shodiyev. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingizdan charchamaysizmi? Nima qilib turibsizlar bu yerda tungi vaqtda? Hujjatlaringiz bormi, shaxsiy tasdiqlovchi? Bor. Taqdim qiling.
mahalla xalqaro ahamiyatga ega yo'l yoqasida joylashganligi bois turli toifadagi fuqarolar bilan yuzma-yuz bo'lishga to'g'ri keladi. Qadimda podshoh huzuriga donishmandni chaqirib, shuncha moli dunyosi bo'lsa-da, qalbidagi bezovtalik va dilxiralik sababi nima ekanligini so'radi. Donishmand esa, agar siz xalqingizni tinglasangiz, uning duosini olsangiz, chin saodatga erishasiz deb javob berdi. Bugungi qahramonimiz Azimjon Shodiyev ham o'z kasbidagi baxtini xalqning duosi va roziligida deb biladi.